Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum rahmatullohi ta'ala va barakatuh. Hurmatli azizlar, mana qalblar sog'ingan, duolar ijobat bo'ladigan, rahmat eshiklari ochilgan Moh Ramazon oyi ham yurtimizga kirib keldi. Ushbu Ramazon oyi munosabati bilan yo'lga qo'yilayotgan yangi loyihamizning ilk sonida siz azizlar bilan ko'rishib turibmiz. Ushbu loyihamizda biz sizlar bilan Ramazonning fazilati, ro'zaning hikmati va undagi qilinadigan amallar haqida suhbatlashamiz. Va mana shu suhbatimiz orqali siz azizlar bilan ushbu Ramazon sharif oyini mazmunli, ongli va savobli o'tkazishga harakat qilamiz. Bugungi suhbatimizga biz Namangan viloyati bosh imom xatibining birinchi o'rinbosari ustoz Obidxon domla Ikrovni taklif etganmiz. Assalomu alaykum ustoz. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Avvalambor ustoz, Moh Ramazon oyi sizga ham muborak bo'lsin. Ustoz, Ramazon oyi oddiy oy emas, balki oylarning sultoni, oylarning gultoji. Chunki Ramazon oyida inson qalblarini poklaydi, duolarini ijobat qiladi va Robbisining mag'firatiga, rahmatiga erishadigan oydir. Ustoz, bir so'z bilan aytganda, bu Ramazon taqvo maktabi, taqvo oyi desak ham mubolag'a bo'lmaydi. Suhbatimiz ustoz shu Ramazon va Ramazondan qilingan asosiy maqsad taqvo ekanligidagi suhbat bilan boshlasak. Alhamdulillah va salatu va salam ala rasulillah. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mana shu muborak Ramazon oyi kelishi munosabati bilan butun yurtdoshlarimizni chin qalbimizdan tabriklaymiz. Alloh taolo mana bu muborak Ramazon oyini ibodatlar bilan siz aytib o'tganingizdek taqvo bilan o'tkazishlikni barchalarimizga Alloh o'zi nasib aylagan bo'lsin. Xudo taolo insonni yaratar ekan, insonni o'rtasida mehr muhabbatni, go'zal fazilatlarni ko'rinishligi nafaqat Alloh taologa, balki insonlarni ham bir-biriga bo'lgan muhabbatini ziyoda etadi. Xususan Ramazon oyini ummat nimaga sog'inadi, nimaga intiladi? Chunki Ramazon oyida insonni go'zal fazilatlarini, go'zal hislatlarini, insoniy fitratni ochiq oydin ko'radi. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda zikr qilib o'tilgandekka la'allakum tattaqun. Shoyatki sizlar taqvo qilsangizlar. Chunki taqvo insonni bir-biriga mehr muruvvatda bog'laydigan go'zal bir fazilatdir. Endi mana shu Ramazon oyida inson boshqa oylarga qaraganda ro'za sababidan shu fazilatlarga ega bo'ladi. Shuning uchun Ramazon oyida hamma bir-birini yaxshi ko'radi, bir-biriga saxovat qiladi, qalbida mehr uyg'onadi. U boy bo'lsin, kambag'al bo'lsin, ya'ni jamiyatda qaysi qatlami bo'lishidan qat'iy nazar insoniyat bir-biriga mehr beradi. Shuning uchun hammamiz ham Ramazon oyini intiqlik bilan kutamiz va mana shu kunlarida go'zal fazilatlar bilan sifatlanishga harakat qilinadi. Zikr qilib o'tilgandekka taqvo. Taqvoni ulamolar aytishgan ekanki, Ramazon oyida taqvoni 3 bosqichda qilishgan ekan. Masalan, taqvol am, umumiy taqvo, ya'ni ommani taqvosi. Ramazonda ommani taqvosi nima bo'ladi? Haromdan saqlanishlik. Endi taqvol xoslarning taqvosi. Albatta, harom gunoh ishlardan chetlanadi. Shu bilan bir qatorida shubhali bo'lgan narsalardan ham o'zini saqlaydi. Bu xoslarning taqvosi. Endi uchinchisi esa taqval ahassul xos. Ya'ni eng xoslarning xosi bo'lgan taqvo bu insoniyat o'sha harom ishlardan, shubha ishlardan saqlanishlik bilan bir qatorida Alloh taologa bog'lanadi. Ya'ni o'sha insoniyatning eng go'zal fazilatlari bo'lgan saxovat, mehr muruvvat, inson jirkanadigan riyo, hasad, shu narsalardan Ramazon oylarida butkul uziladi. Shuning uchun buni taqval ahassul xos, xoslarning eng xosi bo'lgan insonlar uchun o'sha beriladigan baho ekan. Albatta biz hammamiz ham shu qatorida Ramazonni fazilati, Ramazonni mazmun mohiyati u ro'za emas u. Ro'zadan tashqari insonni tarbiyasi, ruhiy tarbiyasi. Ya'ni ruhiy tarbiyasiga intilishlik va inson shunaqa bir jirkanch ishlardan saqlanib, Alloh buyurgan ishlarga yanada mustahkam bo'lishlik desak, mubolag'a qilmagan bo'lamiz. Dar haqiqat ustoz, Ramazonda Alloh taolo bejizga mo'minlarga ro'za ibodatini farz qilmadi. Chunki inson chanqoqlik orqali
shukrni, ochlik orqali esa sabrni, halol narsalardan tiyilish orqali esa haromga nazar tashlashlikdan o'zini saqlashlikni inson o'rganadi Ramazonda. Ustoz, suhbatimizda mana shu Ramazon ro'zasi haqida ham to'xtalib o'tsak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadislarda aytadilarki, "Man soma Ramazona imanan va ihtisaban, g'ufira lahu ma taqaddama min zambi." Kim Ramazon oylarini Alloh taologa ishonchi, iymoni bilan va savob umidida roza tutadigan bo'lsa, g'ufira lahu ma taqaddama min zambi. Alloh taolo uni muqaddam gunohlarini kechirib yuboradi. Mana shu o'rinda Robbimizni qanchalik bandasiga rahmatli ekanligi hadisda dalil bo'lib turyaptiki, bir kunlik ro'zasiga Alloh taolo ulkan mukofot. Inson ba'zi odam masalan 60 yil yashar, ba'zi odam 40 yil yashar. Bu yerda payg'ambar alayhisalom va'da qilyaptilarki, "G'ufira lahu ma taqaddama min zambi." O'tgan gunohlarini Xudo taolo kechirib yuboradi deyaptilar. Albatta yuqorida zikr qilib o'tganimizdek Ramazonda ro'zani o'zini emas, balki o'sha mehr muruvvat, saxovat, insonlarga rahim, shafaqat, mana shu narsalar bilan ham ro'zani mukammal bo'lishligiga bu narsalar ham asos bo'ladi. Mana o'sha hadisning o'zida payg'ambar alayhisalom aytdilarki, kim o'sha bir ro'zadorga iftorlik qilib bersa, bu iftorlik qilib berilganga ham juda katta va'dalarni va'da qildilarki, maqsad inson mana shu bir-biriga mehri muruvvatni ulashishligi eng Ramazondagi bo'lgan asosiy Ramazonning mazmunlaridan biridir. Xususan mana buni ham bir ayniqsa biz shu mamlakatni, shu davlatni fuqarosi bo'lib faxrlanib gapiramizki, biz mana shu Ramazon oyini munosib tarzda o'tkazishlik bo'yicha muhtaram yurtboshimizda alohida qarorlari qabul qilinadi. Bu qaror aslida qancha xususan mana bu yil ham 750 milliard so'mni o'sha ehtiyojmand oilalarga ajratilishligi prezidentning qarorlari bilan bo'lganligi biz uchun hammamizga, demak bu yurtbosh boshlab berdilar, demak hammamiz ham mana shu saxovat ishlarimizda faol bo'lishligimiz kerak. O'sha mahalladagi kam ta'minlangan oilalar va nafaqat u dindor, balki g'ayri din bo'lgan insonlarni ham holidan ahvol so'rashlik. Chunki Ramazon butun insoniyat uchun bo'lgan rahmat oyi. Mana yuqorida zikr qilib o'tilgandek rahmat deyaptim. Demak, rahmat faqat musulmon mo'miniga emas, rahmat o'sha har bir insonga yetib borishlik kerak. Jonzotlarga ham yetib borishlik kerak. Albatta mana shunda biz Ramazonning haqiqiy mazmun mohiyatiga yetib borgan bo'lamiz. Ulamolarning bir gapi bor ekan, haqiqatda meni o'zimga ham juda ta'sir qildiki, Ramazonda gunohda to'xtab, Ramazondan keyin yana gunohga kirishadigan bo'lsa, u Ramazonning mohiyatiga yeta olmabdi. Lekin Ramazonda gunohdan saqlanib, Ramazondan keyin ham shu gunohdan chetlangan bo'lsa, demak u Ramazonning mohiyatiga yetgan bo'ladi. Demak, insonni bir yilda bir marotaba ruhiy, ma'naviy tarbiyasi uchun asosiy vosita bu Ramazon oyidagi ro'zalarimiz ekan. Ustoz, suhbatimizni shu Ramazon oyida nozil qilingan Qur'on haqida, Qur'onni o'qishligimiz, tinglashligimiz haqida davom ettirsak. Haqiqatda Ramazon oyida biz uchun eng ko'p qiladigan amallarimizdan biri bu Qur'on tilovati bo'lishligi kerak. Chunki Alloh taolo Qur'oni Karimda o'zi marhamat qildiki, Astagfirullah, shahru Ramazonallazi unzila fihil Qur'an. Kama qala Alloh tabaraka va taala, Ramazon oyi shunday oyiki, unda Qur'on nozil bo'ldi. Hadislarda keltiriladi, nafaqat Qur'on, balki Ibrohim alayhisalomga berilgan sahifalar, Muso alayhisalomga berilgan Tavrot, Iso alayhisalomga berilgan Injillar ham aynan Ramazon oyida nozil bo'lgan ekan. Xususan Alloh taolo o'sha o'zini kalomlarini Ramazon oyida bandalarga nozil qilishligi, demak insonni fazilat ustiga yana bir fazilati bo'ladi. Ma'lumotlarda shunaqani eshitib qo'ydimki, hatto hadis bilan shug'ullanadigan olimlar ham o'sha o'zlarini ilmlarini to'xtatib Qur'oni Karimga mashg'ul bo'lishar ekan. Xususan mazhab boshimiz Abu Hanifa rahmatullohi alayhini haqiqatda Alloh taolo ularga kunlarga baraka bergan. Ba'zi bir rivoyatda har kuni bittadan xatmi Qur'on, ba'zi bir rivoyatda bir kunda 2 marotaba
kunduzi bir marotaba, kechqurun bir marotaba xatmi Qur'on qilganliklarini kitobda keltiriladi. Xo'sh, Qur'oni Karimni o'qishdan maqsad nima? Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda aytadiki, astag'firullah, kitabun anzalnahu ilayka mubarak. Alloh taolo sizga shunday Qur'onni nozil qildiki, barakotli Qur'onni. Mana shu ulamolar tafsirda bir ajoyib fikrlarni, ajoyib so'zlarni aytishgan ekan. Mubarakda Qur'oni Karimni qaysi joyda o'qiladigan bo'lsa, o'sha joyga barakot kirar ekan. Mana alhamdulillah bu yil ham viloyatimizda 195 ta masjidlarimizdan 192 tasida qorilarimiz taraflaridan Qur'onni xatmi Qur'on qilib berilyapti. Bu inshaalloh yurtimizga, mamlakatimizga juda katta barakot kiradi. Bu endi viloyat miqyosida. Respublika miqyosida buni adadi 2000 ga yaqin. 2000 ga yaqin Alloh taoloning kalomini mehrobda o'qib berishlik inshaalloh yurtimizdagi dehqonchiliklarimizga, bog'dorchiliklarimizga, mamlakatimizning iqtisodiga barakot kiradi. Alloh taolo aytayapti. Muborak, bu muborak degan so'z barakot. Ya'ni bir ishni barakoti, kuniga, uni iqtisodiga, uni barcha narsalariga barakot kiradi. Albatta mana shu jihatlaridan ham inshaalloh qori akalarimiz, domlalarimiz taraflaridan Qur'onni xatmi Qur'on qilishligi albatta bu juda katta Alloh taolodan barakot umidimiz bor. Qolaversa Alloh taolo Qur'oni Karimni ham o'zi hatto o'sha buni ichida Laylatul Qadr bo'lishligi, o'sha Ramazonning 30 kunidan ichidagi eng ulug' kunda Qur'onni Lavhul Mahfuzdan Baytul Izzaga, ya'ni dunyo osmoniga alohida qilib turib Alloh subhanahu va taolo daf'atan nozil qildi. Qur'oni Karimda aytadiki, astagfirullah, inna anzalnahu fi laylatin mubaraka. Biz uni barakotli kechada, bu barakotli kechada o'sha mufassirlar aytishadiki, bu barakotli kecha qaysi kecha desa, barakotli kecha bu o'sha Laylatul Qadr kechasi. Daf'atan o'sha bir kunda dunyo osmoniga nozil bo'ldi, keyin 23 yil mobaynida payg'ambar alayhisolamning hodisotlar, voqeatlar ostidan Qur'oni Karim asta-asta tarqoq holatda nozil bo'lganligi, bu ham biz uchun mana shu kunda ko'proq Qur'onga eshitishligimiz, mana alhamdulillah bunaqangi kunlar bo'lmagan, albatta buni shukronasini keltirishligimiz, o'sha mustabid davrlarida otalarimiz aytishadi, Namangan viloyatiga bir dona xatmi Qur'on berilingan. Masalan, 3 ta masjid bo'lgan bo'lsa, bittasida o'qiladigan bo'lsa, keyingisiga ruxsat berilmagan ekan. Hozir o'ylab ko'ring, ham buni ikkinchi jihati bo'ldiki, 27 kunlikni muftiyimiz Shayx Nuriddin Xoliqnazar hazratlari 27 kunlik dedilar. Masalan, bir inson agar Namangan viloyatidan Toshkent shahriga safari bo'ladigan bo'lsa, qaysi joyda tarovihga to'g'ri kelsa, o'sha Qur'onni ketma-ketlikda eshitishlikka muyassar bo'ladi. Bu islohotlarni, bu ne'matlarni e'tirof etishlik kerak va shukronasini qilishligimiz lozim bo'ladi. Rahmat ustoz, avvalambor qimmatli vaqtingizni ayamasdan suhbatimizga tashrif buyurib, ma'noli va mazmunli suhbat qilib berganingiz uchun tashakkurlar aytamiz. Muhtaram azizlar, bugungi ko'rsatuvimizning yakunida biz sizlarni Ramazoni Sharif oyini ozgina bo'lsa-da mazmunli va ma'noli o'tkazmoqligingizga o'z hissamizni qo'shganligimizdan mamnunmiz. Sizlar bilan keyingi suhbatlarimizda ko'rishguncha salomat bo'ling. Assalomu alaykum rahmatullohi taala va barakatuh.